Bugün meni nimandaq bir işlarni qilib atadigandı. Rengi sap turdi bu öpke qo'yadiganmi, nima ish qiladigan deb o'ylagan bo'lishinglar mumkin. Hech kim qilib baxmagan, qanday bo'lsin, qanday may bo'lsin, xotirjam yigidek bir öp qo'yish usulini olib keldim. Yaqinroq tatib ko'rsatib qo'yam. Sizlar oxirgiga diqqat qilib, shunday qush beqinglar oyilda ajoyib yeyishlik bo'ladi, ammo ma öpke qandımay, qandesin bu adamga men hech qanday eg'ir kelmaydi hujum. Bugun shu öpkega amroq do'stlarimiz bir öpke qo'yishni ko'rsatib bersangiz degan talablar bilan öpke qo'yishni olib keldim do'stlar. Xamirimizni oldin normal holatda lag'mandan xamirdek shuqurib ep qo'yib, bir 15 minut atrofida tingan vaqtda o'zini siqib olamiz shu holatda. Shunda qayta limon suvi bilan pokiz yuvib, suysib, süzük hoğuç sıkıp, quyuq algakni süzüp ep qo'yib, buni tinig'li qo'yib qo'yamiz. Ondan 3 oylarimizni bir chatdan yuvib, pokiz ep qo'yib, ochiqni tayyorlash uchun piyozlarni ushaq to'g'rab elib, atkanlarni selib, o'ytamdan keyin qizilmush qiyomadimi bir qo'shiq selvatdim qilib, qizil chiqsin deb o'ytamning atkanlardan soldim. Shuni bilan lazım qilsak shunchalik ochiq payzi bo'ladi emasmi? Tuzdan selib, buningga zira, qarmush sep yaxshi aralashtirib, tayyorlab qo'yib, ondan bu ochiqninki menjansini shunchalik nepiz echyapmiz. 10-15 minut tindirib olsangni intayin yaxshi osh qilib bo'ldi-jimi? O'sha ochiqninki qiymasini shunda qancha yaxshi ishlasak, ochiq shuncha o'xshaydi. O'sha holatini biz qilib, suzib, yogab tayyorlab elib buni. Ochiq yugunlar bo'lsa, shomijularni ushaq to'g'rab selib etsanglar bo'ldi, texim ochiq qilaman desanglar. Men aldirashchilikda sul yo'q xaltiqli yogab selib etdim. Onu o'tirdan ishki qilib, qasqanga selib qilganim o'choqning vaqti yetmedi. Ayibga buyurmaysizlar. Öpke ağzını xaltada yerini kesip, öpkege tikip, tayyorlab elib, endi loboni, palakni, bunu to'g'rab, ezib, nima ish qilayotgandi deb o'ylab qolgan bo'lishinglar mumkin. Ailemizda qon besim bor, yoshli cho'ng, qon quyuq, asan öpke, qo'yning ichki a'zolarini besh og'riydigan cho'nglarimiz bo'lib qoladi. Shunga öpkeni maholatda qutsa qat'iy ziyon qilmaydi. Öpkenanki süzügünü, özünün süzügünü pakiz tüküp etip, muş yeşil suni, lobo bilen palakning suyunu qujib, muşunun da suyuldurup, bir qaçımızga tuxumni çekip, açıq yağdan bir az qujib etip, öpkening tumuları içildi deydi apam. Andım muş lazınınki yeğidin bir işki qujib, bunu aldı da bir vattimize tumuları avallaşıp içildi. Ma öpkin nimişki bek appaq to'maydiganda deb o'ylab qolmanglar-jimi? Bu bek uzoq bo'lib ketgan öpke o'g'ashqa qancha qansirassam bu aqamidi. Ondan keyin o'zini bagil to'diq, mana shundoq siqib bir chatdan berib buningga men maydin bir chini qujib etdim, beshidiroq qujib etdim, oxirida qujib qolsam teshilib chiqib ketib qolmasin deb, lekin öpke cho'nka bu o'zimi ozliq qilib qoldi. Buni butun qujib bo'lsam yana yigida galat tutdi, shunchalik yo'g'a öpke ekan bu. Ondan üstünü pakiz çaqab, qazanğa quyib, qazanğa selib, qazandaki mush qaynaq sudun üstüdün berib atımıza öpke intayin tumularga berib ishtik chingib ketidi. Qaynaq sudun bize berib etib öpke og'zi qurilgandan keyin qazanğa sep 2 soat atrofida pishirib, ondan keyin elib mush holatni to'g'rab, mehmonlarning oldiga akasekmi, cho'nglarimiz yeysimi, qat'iy ziyon qilmaydigan o'xshagan öpkelerimiz tayyor bo'ladi. Mana shunda qarash qilam yugurskagidek o'xshagan öpkelerimiz tayyor bo'ldi.